Assalomu alaykum hammaga. Bugun 36-elementimiz kripton bilan tanishamiz. Kripton yunoncha kriptos, yashirin degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 36 bo'lgan kimyoviy elementdir. Kriptonda kimyoviy belgisi Kr. 1898-yili Shotland olimi William Ramsey tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 36, atom massasi 84, normal sharoitda kripton gaz, rangi rangsiz, klassifikatsiyasi metall emas, elektromanfiyligi yo'q, qaynash temperaturasi 119,93 Kelvin yoki -153,22 Selsiyni tashkil etadi. Erish temperaturasi 115,79 Kelvin yoki -157,36 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 0,0037 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu olimning rasmini ko'rsak, William Ramsey 1852-yilda tug'ilib, 1916-yilda vafot etgan. Kriptonda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, kriptonda kimyoviy belgisi Kr, atom tartib raqami 36, atom massasi 84, elektron konfiguratsiyasi 4s2 4p6 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida rangsiz kripton gazini ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 36 ta elektron bor. Atomda 36 ta elektron to'xtovsiz harakatlanadi va atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, kriptonda 36 ta protoni bor va 48 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Atom tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Bugun kripton haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.